telefon qilib, obuna bo'lib, Telegram kanaliga hamda xuddi shu YouTube kanaliga obuna bo'lib kelganlar uchun alohida yana ham skidkasi bor inshaalloh. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 2026-yil 15-iyun sanasidagi yangilik skuter narxlari bilan sizlarni bir qator tanishtirib o'tamiz do'stlar. Juda ham ko'p skuterlarimizga skidka bo'lib ketgan. Kanalni kuzatib, obuna bo'lib qo'yib, ekrandan uzoqlashmagan holatda kuzatib turinglar. Yangiliklar juda seroq. Inshaalloh video davomida ko'rib borasizlar. Ko'rishlar mumkin. Saka diskalik old tormozlari jitkisli bo'lgan, oldida 5 ta fara bor, yoritgich faralari, oldida shunaqangi oynalari bor. 532 akkumulyator qo'yilgan. Orqasida bordli bo'ladi. 200 kilolik deb qo'yamiz. Odamlar buni 300 kilogacha yuk yuklashyapti. Ham bordli bo'ladi, ham passajirli bo'ladi do'stlar. Orqa balonlari ham saka diskalik holatda, oldilari ham jitkis tormoz holatda xuddi shunday. Panejniklari bor do'stlar. O'ngga pastga, ya'ni tepaga pastga tushirib, podyomlarga chiqib tushib ishlasiz bo'ladi. Oyoqda tormozlari bor. Zatnilarga yuradi. Telefon qo'yadigan pastavkalari ham yo'g'i joy-joyida inshaalloh. Bitta zaryadi bilan bemalol 50 km dan 60 km gacha masofa bosib o'tadi. Yukka qarab, vesga qarab, podyomli pastli joylarga qarab, shunday holatda cheklanmagan miqdorda mavjud. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Keyingi bu holatimiz bo'ldi. Baraka bo'ldi inshaalloh. Linza 6 Pro modelimiz. Aka, hormanglar, charchamayapsizlar? Yaxshi kuningizga nasib qilsin aka. Ma'qul keldimi o'zingizga? Ma'qul keldi. Narxlari ham ma'qul. Qayerdan keldingiz aka? Marhamatdan keldim. Marhamatdan. Ma'qul keldimi o'zingizga? Ma'qul. Tavsiya berasizmi qolganlarga aka? Qolganlarga ham tavsiya qilaman. Kelib olib ketishdi. Qayerdan ko'rib keldingiz? Shu internetda ko'rib keldim-da. Obunachilarga tavsiya berasizmi obuna bo'lishini aka? Obuna bo'linglar, arzon ekan. Joningiz sog' bo'lsin. Qisqacha ma'lumotlarni aytib o'taman. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi do'stlar. 90-12 razmerli balon bo'ladi. Motor quvvatlari 500 watt bo'ladi. Katta sidinali bo'ladi do'stlar. Bachogini hozir bo'shatib olib qo'ydik. Sig'may qolsa deb. Tezliklari 50-55 ga bemalol ko'tariladi. Bitta zaryad bilan 50-60 km masofa bosib o'taveradi do'stlar. Qo'shimchalardan kaska jilet, zaryadchi bakovoy, mejigar pult kalit hamda NFC-largacha qo'shib berilyapti inshaalloh. Aka, yaxshi kuningizga nasib qilsin. Charchamang. Hop, sog' bo'ling. Yana bir yangi modellarimizni tanishtirib o'tamiz aka. Veloskuter 3 balonlik. Buni 150 kilolik bord deyapmiz. Odamlar 200 kilogacha yuk yuklayapmiz. Qanaqangi muammo bo'lgani yo'q deb aytishyapti. Ham passajirli bo'ladi, ham bordli bo'ladi do'stlar. Egarlarni ko'tarib tushirib foydalanasiz bo'ladi. Velosiped foydalanasiz bo'ladi. Tezliklari 40 ga ko'tariladi bemalol. Bitta zaryadi bilan 30 dan 45-50 km gacha masofa bosib o'tadi. Orqa balon razmerlari 18 lik, oldi balon razmeri 20 lik bo'ladi do'stlar. Mana shunday holatda. Xo'p, keyingi modellarimiz 2 oyoqli modellarga o'tadigan bo'lsak, Linza 5 modellarimiz do'stlar hozir yangilanib keldi. Balonlari redline'li bo'lib ko'rishlar mumkin. Xuddi mana shunday. 5 ta akkumulyatorlik. Xo'p, skidkada do'stlar 4.800.000 so'm qilib beryapmiz do'stlar. Tezroq ulgurib qolamiz. 5 ta akkumulyatorli, 500 wattli motor, oldi orqa tormoz jitkisli bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Bitta zaryaddan 50-60 km masofa bosib o'tiradi. Tezliklari tabloda 45, lekin 50-55 tezlikda yuraveradi. Detski kattalar rejimi bor. Xohlagan rejimingizga haydab, qo'yib haydasiz bo'laveradi. Keyingisi Tank 5 Sport modellarimiz do'stlar, 16 balon saka diskalik, old tormozlar jitkisli bo'ladi, 5 ta akkumulyatorlik. Orqa bachoylari ham kattagina bo'ladi. Qanotida temiri bo'ladi do'stlar. Orqaga urganda sinmaydigan holati bo'ladi. Favorlar yangilanib kelgan, ko'rishingiz mumkin. Tezliklari 60 ga ko'tariladi do'stlar. Kattalar rejimida, detski rejimida 25 yuradi. Bitta zaryad bilan 50-60 km masofa bosib o'tadi. 20 balon saka diskali modelimiz yangilanib keldi. Bu ham redline balon bo'lib keldi hamda oldida LED faralari 4 ta bo'lib keldi do'stlar. Yonboshiga bunaqangi dugalar qo'shilib keldi, xudo xolasa. Sidinalari bittali bo'lib keldi. Oldingi sidinalari xuddi mana bunday kichkina velosiped sidinasiga o'xshab kelgan edi bular. Hozir juda ham qulaylik oshdi. Ko'rishlar mumkin. Xuddi mana shunday holatda biz o'zimiz minib ko'rib sinaganimiz 68 km yurdi bitta zaryadi bilan. Old tormozlari jitkislik, orqa tormozlari kalotkali bo'ladi. Ikkitadan 4 ta amortizator bo'ladi do'stlar. Bemalol 180 kilogacha yuk ko'taradi. Past balandlik, podyomli joylarda umuman bildirmaydi. Yo'l tanlamaydi xudo xolasa.
Buni 3 xil rangi bor. Qorasi, bunaqangi tovlanuvchi olov ranglari bor. Keyingilari 16 cho'ntak razmerlarimiz, yo'l tanlamasi haqiqiy 16 cho'ntak sport modellarimiz inshaalloh. Old tormozlari jetkislik, 5 ta akkumulyatorli, bitta zaryaddan 50-60 km masofa bosib o'tadi. Qo'shimchalaridan kaska, jilet zaryad, chebakovoy hamma qo'shib beriladi inshaalloh. Buni do'stlar aksiyada 4 million qilib beramiz. Buni narxini aytib o'tmabman. Buni narxini 4,5 million so'm qilib beramiz. Shuncha obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Обязательно ko'rsatsangiz, chiroyli skidkalari bor. 16 cho'ntak modellarimiz har xil podsvetkalari bor. Qora rangdan tortib, tovlanuvchi rang, seriya ranglarigacha bor. 14 cho'ntak Pro modelimiz do'stlar, balonlari shiroki bo'ladi. 4 akkumulyatorli bo'ladi, bitta zaryad bilan 30-40 km masofa bosib o'tadi. Do'stlar, bu yerda aksariyat hammasini orqa zatniga yurish xodlari ham bor. Ko'rishingiz mumkin, shunaqangi sport rejim, zatni rejimlari bor. Buni ham 3 xil podsvetkasi bor. Buni 3,5 milliongacha aytib sotishgan do'stlar. Hozir skidkada 3 million so'mga tushirib qo'ydik. Ulgurib olinglar. Bu yerda usta akalarimiz yana xuddi shu 14 cho'ntak modelini yig'ishyapti. Hormang usta. Aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar. Egalarni ko'tarib tushirib foydalanasiz bo'ladi. Cheklanmagan miqdorda mavjud do'stlar. Xo'p, keyingi modelimizni tanishtirib o'taman. Bunimiz ham yangilik bo'lib keldi. Eski JK modelimiz yangilanib keldi do'stlar. Yuz tuzilishi xuddi shundan, lekin faralar linzali bo'lib keldi. 8 diskalik apornilari ham juda ham ajoyib bo'lib keldi. Old orqa tormozi jetkisli bo'ladi. Apornilarni ko'rish mumkin. Katta skuterlar bilan bir xil bo'lib keldi. Akkumulyatorlari 6 talik bo'ladi. Motor quvvatlari 500 watt bo'ladi do'stlar. Orqa ko'rinishlari mana shunday holatda. Bitta zaryadi bilan 60-70 km masofa bosib o'tadi. Tezliklari tabloda 45 ko'rsatadi, lekin 50-55 yuraveradi tezligi. Egar tagida joyi, orqada bachoylarda joylari bor. Xuddi shunday holatda buni narxini $430 qilib beramiz do'stlar, obunachilarimiz uchun. Buni har xil podsvetkalari bor, tovlanuvchi rangi hamda bunaqangi seriya ranglari bor. Keyingisi Linza 6 Pro modelimiz, hozir baraka bo'lgan modelimiz. Buni 5 ta akkumulyatorligini 5 million 200 ming so'm qilib beramiz. 6 ta akkumulyatorligini 5,5 million so'm qilib beryapmiz. Qisqacha ma'lumotlari, oldi tormozlari hamda orqa tormozlari jetkisli bo'ladi. Egalari juda ham katta bo'ladi. Bo'yi uzun odamlar uchun juda ham qulay hamda oilaga juda ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda. Oldi ko'rinishi mana bunday bo'ladi. Oyoq qo'yadigan joylari ham juda ham keng bo'ladi. Chizingiz oldiga tegib qolmaydi. Keyingilarimiz 3 balonlarimiz. Yangilanib kelgan 3 g'ildirali mini modelimiz do'stlar. 8 diskali balonlari katta bo'lib keldi. Mana shunday holatda. Oldi LED faralari ham yangilanib keldi. Oldi faralari ham boshqacha sifatli bo'lib keldi, xohlasa. Sidinalari old orqaga suriladi. 3 ta o'rindiqli bo'ladi do'stlar. Mana shunday holatda foydalanasiz bo'ladi. Ochib ko'rsatib beraman. Xullas mana bu suriladi. 2 qo'llab surish kerak. Bu modelimizni chekkaroqqa borganda yana alohida ko'rsatib o'taman. Xuddi shuni usti yopiq modelimiz do'stlar. Buni narxini keyinroq aytaman. Nariga tomonga o'tganda. Xuddi shuni usti yopiq modelimiz bor. Narxini $700 qilib beryapmiz do'stlar. 3 ta o'rindiqlik ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holatda ochiladi. 3 ta o'rindiqqa bemalol oilaviy haydab yursangiz bo'ladi. Yog'in-chachinda, yomg'ir qorlarda ham bemalol tashqarida qolsa ham xavotir olmasdan ishlatsangiz bo'ladi. Buni oq rangi bo'ladi, seriya rangi bo'ladi do'stlar. Qora ranglarimizdan tugab qoldi. Oq rangimizdan bitta qoldi do'stlar. Old tormozlari jetkislik, balonlari katta bo'ladi. Tezliklari 40 bo'ladi. Bitta zaryaddan 35-40-45 km gacha masofa bosib o'tadi. Narxini aytib o'tdim, $700. Xo'p, bu modelimizni ham aytib o'tdik. FDR modelimiz. Narxini $700 qilib beramiz do'stlar. Xo'p, keyingi usti yopiq modelimiz. Juda ham katta bo'lib kelgan orqa sidinalari. Oldingi variantlarimiz orqasi yopiq bilan bir xil razmerda. Ko'rishingiz mumkin, buni bardovoy rangi bo'ladi. Osmon havo rangi bo'ladi hamda maloshniy rangi bo'ladi. 32 akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan do'stlar. Oyoqda tormoz, qo'lda tormoz hamda rullarida ham tormozi bor.
Tablolari ham juda ham o'zgacha bo'lib kelgan. Ichkarisini ko'rsataman. Mana shunday holatda. Bitta ko'rganingizda o'zi sifat qanaqaligini o'zingizdan bilasiz, his qilasiz, xudo xolasa. Buni narxini skidkada $9 ga tushirib qo'ydik do'stlar. Shoshilib, ulgurib zakaz berib olinglar. Haligi tugab qolgandan keyin, "Voy, zakaz qilmabman" deb haligi chekada qolmang degan maqsadda. Juda ham ajoyib bo'lib keldi do'stlar. Xo'p. Ranglarini ko'rsatib o'taman, narigi bardavoyni. Mana bu ranglardan bor. Maloshniy rangi hamda bu yerda osmon ko'k ranglarigacha bor do'stlar. Mana shunday holatda. Xo'p. Endi kichkina skuterimizni eslatib o'tadigan bo'lsam, narada ko'rsatdim. Bu yoqda to'liqroq ko'rsataman degan maqsadda narxini to'liq aytmagan edik. Mana shunday holatda 3 o'rinliqli bo'ladi. Egarlarni oldiga orqaga sursangiz bo'ladi do'stlar. Balonlari shiroki bo'ladi, oyoqda tormozlari hamda qo'lda ikki yonda tormozlarigacha bor. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, 20 likdan joylashtirilgan, bitta zaryad bilan 40-50 kilometrgacha masobasi o'tiradi, tezliklari 40. Vesga, podyomga qarab kilometri oshib qo'shsa bo'ladi yoki tushib ketsa bo'ladi do'stlar. Ulgurib qolinglar, skidkada $600 qilib qo'ydik. Kechirasizlar. $550 qilib qo'ydik do'stlar. Yaxshilab saqlanib qoling, rasmga ham oling. $550 dan tanlab olasiz do'stlar mana. Cheklanmagan miqdorda mavjud. Shu holatda. Xo'p, keyingi 3 g'ildiralik eng katta modellarimizni tanishtirib o'taman. 1 tonnalik muraviylarimiz do'stlar. Soni oz qoldi. Ulgurib qoling. Orqa bagajlarini qo'lda ko'tarsiz bo'ladi, samosval bo'ladi do'stlar. Oldi ko'rinishlari mana shunday holatda, tablo holatda. Balonlari juda ham shiroki bo'ladi, ancha-muncha teshilib qolmaydi. Orqa balonni ko'rishingiz mumkin. Juda ham shiroki holatda. Juda ham baquvvat. Yangicha model bo'lib keldi. Xohlasangiz ko'rinishi mana holatda olishingiz mumkin. Xohlasangiz ko'rinishi mana bu holatda olishingiz mumkin. Old tomonda faralari 4 ta, 5 ta bo'ladi. O'zini yoritgich chiroqlari bilan buniki ham xuddi shunday bo'ladi. Amortizatorlariga e'tibor bering. Juda ham baquvvat bo'lib ishlab chiqarilgan. Telefon qo'yadigan postavkasi hamda shofyorimiz suyangan joyini orqaga qilib qo'ysak, passajir ketsa bo'laveradigan holatlari bor bu yerda. Yotqizib qo'ysangiz. Borti ham juda ham katta. 3 tomonga ochiladi do'stlar. Aloqa ochib ko'rasizlar, narxini $1200 qilib qo'ydik, skidkaga tushirib inshaalloh. 2 g'ildirali modelimiz, ya'ni dugali variantlarimiz. Bu yerdan ko'rsatib o'taman. Mana bu modellarimizdan bor. Yangilangan DC0720 modelimiz do'stlar. Buni burgut ko'z deb qo'yamiz. Old orqa tormoz yetkizli bo'ladi, tezliklari 60-65 ga bemalol ko'tariladi. Bitta zaryadi bilan 50-60 kilometr masofa bosib o'taveradi do'stlar. Hech qanaqangi yukka to'xtab qolmaydi. 182 kilogacha yuk yuklasangiz ham bemalol tortib ketaveradi. Motor quvvatlari 1000 wattli bo'ladi. Old orqa tormoz yetkizli bo'ladi. Tablolari mana shunday holatda. Buni narxini do'stlar $600 ga tushirib qo'ydik, shoshilinglar. Podsvetkalar bor, qora rangi, bu rangidan hamda seriya ranglaridan ham bor. Mana bu rangidan bor. Bularni. Keyingi modellarimiz hop dugali variantlarimizni. Hop bularimiz 6 akkumulyatorli bo'ladi. Aytgancha bu ham 6 akkumulyatorli, bu ham 6 akkumulyatorli bo'ladi. Motor quvvatlari 800 watt bo'ladi, old orqa tormoz yetkizli bo'ladi do'stlar. Buni tezligi 50-60 ga bemalol ko'tariladi. Bitta zaryad bilan 50-60 kilometr masofa bosib o'tadi. Buni 150 kilogacha yuk ko'tara oladi. Sal kichikroq bundan ko'ra. Narxi ham shunga yarasha do'stlar. $550 ga tushirib qo'ydik. Bular $600, buni $550. Mana bu modelimiz boshqacha tema do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, diskalari ham boshqacha holatda. 6 akkumulyatorli bo'ladi. Old orqa tormoz yetkizlik. Tezliklari 50-60 ga bemalol ko'tariladi. Bitta zaryadi bilan 60 kilometr masofa bosib o'taveradi do'stlar. Qo'shimchalarda mezigar pult kalitlari hamda bozor uchalik qilgani mana bunaqangi ilmoqlarigacha bor. Qiynalmaysiz. Egar tagida juda ham keng joylari bor. Bemalol foydalanasiz bo'ladi. Motor quvvatlari 1000 bo'ladi. 20 lik akkumulyatordan 6 ta qo'yilgan. Narxiga keladigan bo'lsak $620 qo'yib qo'ydik. Ulgurib qoling. Keyingisi retro moto modelimiz, yangilangan varianti. Saka diskali, oldi orqa tormozlari jitkisli bo'ladi. Aporlari oldiga juda ham katta e'tibor berilgan.
tezligi uchun bemalol 70 ga ko'tarila oladi. 6 akkumulyatorli bo'ladi. Motor quvvatlari 2000 watt bo'ladi do'stlar. Shoshilib qo'yinglar, buni skidkada 7 million qilib qo'ydik inshaalloh. Xo'p, keyingi variantlarimizni ko'rsatib o'taman. Mana bu podsetkasi, ya'ni boshqacha ranglari do'stlar. Narigi seriy rangi hamda ko'k rangi. Buni qora rangi, seriy rangi, narida ko'k rangi turadi. 3 xil rangi bor. Buni seriy rangi, qora rangi hamda tovlanuvchi rangi bor. Bunimiz benzinli yangilik model bo'lib keldi do'stlar. Narxini 1000 dollar qo'yib qo'ydik. Orqada bachulari ham bor, qo'yib beramiz buni. Dokumentlarni shu spravka bilan chiqadi do'stlar. 15 kunda tayyor bo'ladi dokumentingiz. Bemalol dokumentlarni haydab yursiz bo'ladi. Tezliklari 100 ga ko'tariladi, benzinlik. 100 ga 4 ta 4,5 tagacha rasxod qiladi do'stlar. Aloqa chiqarasizlar. Tezliklari 100. Ichkariga kiramiz. Bizda bitta narsa bor, faqat videoni kesmasdan, montaj qilmasdan qo'yib yuboramiz. Shuni to'g'ri tushunasizlar do'stlar. Bizda hamma narsa realniy holatda. Bular narxini aytib o'tdim. Linza 5 modellarimiz. Yana bir bor takrorlayman. 4 million 800 ming so'm. Tank 5 sport modellarimiz 5 million so'm. Tank 5 Pro modellarimiz balonidan farqsiz bo'ladi, Cherokee bo'ladi, buniki sal uskuyroq bo'ladi. Buni 5 million 200 ming so'm qilib beryapmiz. Bularda do'stlar 430 dollarga tushirib qo'ydik. 6 akkumulyatorlik. O'sha bu ham 5,5 million atrofiga borib qoladi. Keyingilari Monster modellarimiz. Ko'pchilik aytadi, Toshkentda dastavka qilaman yoki Rossiyada dastavka qilganman, shunaqa skuter minganman, maza qilganman. Sizlardan ham bormi, juda ko'pchilik so'raydi. Olib kelib qo'ydik. Bemalol bagajini yechib yoki qo'yib qo'yib yukka yuklaydigan qilib foydalansangiz bo'ladi. Akkumulyatorlari 60-28 dan ikkita joylashtirilgan do'stlar, bitta zaryadi bilan. Bitta akkumulyatorning o'zida 80-70 km masofa bosib o'tasiz. Agar ikkita akkumulyatordan foydalanadigan bo'lsangiz, 160, 170, 180 gacha masofa bosib o'tsangiz bo'ladi. Zaryad tugab qolganda velosiped haydab ketsangiz ham bo'ladi. Motor quvvatlari 1000 bo'ladi, old-orqa tormoz zetkisli bo'ladi do'stlar. Tezligi 65-70 ga bemalol ko'tarila oladi. Xuddi mana shunday holatda, qo'shimchalari hammasi oldida. Yonboshdan ko'rsataman. Xuddi mana shunday holatda. Yo'q, menga bu jicha noqulayroq, undan ko'ra sifatliroq kerak deganlar uchun yana bitta modelimiz olib kelib qo'yganmiz. Balondan farq qilishingiz ham mumkin. Buniki tishi kichikroq bo'ladi, buniki aka nima deyapti mana bu balon. Mana shunday holatda. O'z farqini solishtirasiz bo'ladi. Yangilangan modeli, motor quvvati 1000 emas, 2000 watt bo'ladi. O'zi motorni tushunganlar bitada ko'rib anglaydi. Akkumulyatorlari ega tayda joylashtirilgan 60 ga 55 razmerda bo'ladi. 60 volt 55 amper. Tablo ko'rinishlari mana shunday holatda. Mana shunday holatda bo'ladi. Signalizatsiya qo'yilib qolibdi. Hozir videoda topa olmadim. Xo'p, narxlarni aytib o'taman. Bularimizni narxi 680 dollar qilib beramiz, ikkita akkumulyator bilan birgalikda. Manoni bo'lsa 780 dollar qilib beramiz. 60 ga 55 bitta akkumulyatorda bemalol ko'tarib, uyingizga olib kelib, zaryadga qo'yib yursangiz bo'laveradigan holati bor. Xo'p, bularga keladigan bo'lsak, Tesla modellarimiz do'stlar 6 akkumulyatorli bo'ladi. Old-orqa tormoz zetkisli 90-90-12 razmerli balon bo'ladi do'stlar. Oldi bachilari, keyslari juda ham katta bo'ladi. Bemalol o'tirganingizda hech qanaqangi og'riq his qilmaysiz. Yumshoqqina egalari bor. Mana shunday holatda oldilari. Buni 3 xil podsetkasi bor. Bu rangida bor, hamda qora rangi bor, hamda nardagiri rangi bor do'stlar. Bemalol zakaz berasizlar. Bularning diskalari ham alohida tema, xudo xolasa. Bularni skidkada 5,5 millionga tushirib qo'ydik. Bemalol qilib ko'rasizlar. O'ziga yoqqan modelni rasmga olib turib, Telegramdan tashlab bersangiz, to'liq narxlari, mabodo videoda tushunmagan bo'lsangiz, to'liq narxlar hamda ma'lumotlarni Telegram orqali tashlab berish imkoniyati bor. Xo'p, keyingi modellarimiz ZJ6 Pro deb qo'yamiz. Buni ko'rishingiz mumkin. 90-90-12 razmerli bo'ladi, old-orqa tormoz zetkisli bo'ladi. Juda ham baquvvat narsa. 6 akkumulyatorli bo'ladi. Buni ham 5,5 million qilib berdik. Old-orqaga yuradigan xususiyatlari bor, sport rejimlari bor, danli rejimlari bor, ko'rishingiz mumkin. Hamda eng asosiysi kurs kontroligacha bor. Uzoq masofaga yo'l kechsiz, kurs kontrol juda ham foydali bo'ladi. Gazini hada bosib o'rmaysiz.
Tezliklari do'stlar, o'zimiz sinaganimizda 60 ga ko'tarildi mashinaning tezligida, lekin tablosi 45 dan o'tmaydi. Podsvetkalari bor, buni qora rangi bor, bunaqangi seriy rangi bor, bunaqangi ko'k rangi bor. Keyslari juda ham kattagina, egar tagida ham joylari bor. Bemalol ancha-muncha do'qichanoqni sezmaydi. Uzoqingizni yaqin qiladi inshaalloh. 5,5 millionga bosib yuboring do'stim. Aloqaga chiqarasiz. Xo'p, 3 g'ildiraydigan bu modellarimiz bor. $550 ga skidka qo'yib qo'yganmiz, 5 ta akkumulyatorli bitta zaryadi bilan 45-50 km masofa bosib o'tadi. Oilaviga juda ham zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Yangicha ideya qilib qo'yganmiz. Shunday holatda. Bularni tanishtirib o'tdim. Xo'p, Linza 6 Pro modelllarimizni ham tanishtirib o'tdim. 5 ta akkumulyatorligi 5,200,000 so'm, 6 ta akkumulyatorligi 5,5 million so'm qilib qo'ydik. Dugeli variantlarimizni aytib o'tdim. $600 dan DC07 20 modellarimiz. Bularimiz $550 dan. Sal kichikroq naringga nisbatan. Tank 2 Pro so'raganlar uchun benzinli varianti. LED faralarigacha qo'shimcha qo'shilgan do'stlar. Old orqa tormoz yetkizli bo'ladi. Ko'pida orqa tormozlari yetkis bo'lmasdan chiqqan. Bularning yetkislari bor. 150 kubali bo'ladi, tezliklari 100 bo'ladi do'stlar. 100 ga 4 ta 4,5 gacha rasxod qiladi. 92 dan yuqori benzin qo'yaverasiz bemalol. Narxini $900 qilib qo'yganmiz. Dokument shot-stokka hamma yo'g'i bor. 15 kunda qo'lingizda bo'ladi. Xo'p, Samurai modellarimizdan so'raganlar uchun juda ham ko'p edi. Balonlari juda ham moshni bo'ladi. Ancha-muncha teshilib yirtilib qolmaydi. Tezliklari 100 bo'ladi buni ham. 150 kubalik 100 tezlikka bemalol ko'tarila oladi. Narxlari sal yuqorilashdi buni. Skidka narxidan. Skidka narxini o'zi do'stlar $980 ga qilib beramiz inshaalloh. Bularimiz ham juda ham ajoyib model. Buni ham $980 qilib beramiz. Shunday holatda. Xo'p, yangilanib kelgan modellarimizdan yana bu yerdan bitta rasm olib qo'yamiz. Yana bir modellarimiz 3 balonlilar. Bulardan bor do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, yangilanib kelgan. 2 ta o'rindiqli bo'ladi, orqaga 2 ta odam o'tirsa bo'ladi. Oldiga bitta odam o'tirib haydab ketsa bo'laveradi. Tezliklari 40, bitta zaryadi bilan 45-50 km gacha masofa bosib o'tiradi. Akkumulyatorlar 32 likdan 5 ta qo'yilgan bo'ladi. Oldi ko'rinishlari mana shunday holatda. Bardovi oq kombinatsiya qilingan, juda ham chiroyli. Oldida LED faralar qo'yilgan. Kechqurun yurganingiz hech qanaqangi qiynalmaysiz inshaalloh. Monster modellarni tanishtirdik. Buni narxini $650 qilib qo'ydik. Shoshilib qoling. Keyingi modellarimiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, buni narxini aytib o'tdik. $900, 5 ta 32 li akkumulyator qo'yilgan. Keyingisi Reksha modelimiz. Ko'pchilik so'ragan edi. Zapas baloni bormi, bagaji bormi? Shunaqa gaplar. Tenta bormi? Mana, asosan juda ham ko'p odam so'rayapti. Yana bir qo'shimchasi bu yerga detski qo'shimchasi qo'shilib keldi. Ya'ni yosh bolani bemalol o'tirgizib, yosh bola o'zingiz hamda orqada ikkita hojonani mindirib bemalol ko'chaga sayrga chiqsangiz bo'laveradi, xudo xolasa. Do'stlar, buni narxini $1000 qo'ydik skidkada. Bu narigini osmon ko'k rangi $900 qilib beramiz. Bu yoqda Yadea modellarimiz bor. $1200 dan tortib $1500 gacha turlari. Do'stlar, o'zingizga yoqqan modelni screenshot tashlaysiz. Bularning ma'lumoti boshqa bo'ladi. 1 yil garantiyasi bor zavodskiy. $500 dan tortib $1400 gacha turlari bor buni. Shunday holatda. Yana bir 3 g'ildirayli modelimiz qolib ketibdi. Bunimiz ham juda ham ajoyib model. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta zaryad bilan 35-40 km masofa bosib o'tadi. Tezliklari 35-40. Xitoyda o'zini zavodskiy 3 g'ildirayli modeli oilaga, ro'zg'orga juda ham zo'r narsa. Bog'chaga, maktabga tarqatishga juda ham ajoyib model. Juda ham ixcham bo'ladi. Buni narxini $580 qilib qo'ydik. Skidkada ulgurib qoling. Mana buni narxini $550 qilib qo'ydik. Sidinlari old orqaga suriladi, balonlari shiroki bo'lib kelgan. Saka diskalik, juda ham sifatli model. Chuqur rangi bor, qorasi bor, bunisi bor, hamda bardovoy qaymoq rangi bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqarasiz do'stlar. Manzilimizni eslatib o'taman, Andijon viloyati Shahrixon tumanida. Telefon qilib, obuna bo'lib, Telegram kanaliga hamda xuddi shu YouTube kanaliga obuna bo'lib kelganlar uchun
alohida yana ham skidkasi bor inshaalloh. Pastdagi raqamlarga telefon qilib kelinglar. Skidkalar bizdan, obuna bo'lish sizdan inshaalloh.